To'qli so'ragan obunachilarimizga to'qlilarda haqiqiy zo'rlardan yetib keldi. Hurmatli obunachilar, videoda erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa foydali, manfaatli video bo'ladigan umiddamiz. Assalomu alaykum, qo'y chorva ishqibozlari, hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz aka-ukalar. Akalar, xudo xolasa bugun biz video syomkalarida sizlar uchun Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Video yoqsa bittadan like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lganlar obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar xudo xolasa. Bugun hafta kunimizga 15-may haftaning juma ulug' kuni. Boshqa kunlarning hammalaringga xayrli, barakatli bo'lsin. Akalar, bugun bu qo'ylarda o'zimiz do'stimiz Akmaljon oplar xudo xolasa buni chiroyli qilib narxlarini hammasini so'rib chiqarib beramiz xudo xolasa. Akmaljon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Murodjon. Assalomu alaykum obunachilar. Obunachilarimizga yarqichalardagi qo'ydi Murodjon. Haqiqiy zo'rlardan kelibdi do'stim. Zo'rlardan, noyoblaridan keldi. Xo'p, do'stim, bugun necha paytda qo'y chiqarib beramiz? 3 partiya mazali ma'noli qo'ylarimiz bor. Oxirida ko'rib turibsiz. Ona bola qo'yimiz bor, barra to'g'rilar bor. Barra, to'qli, ona bola. Hammasidan bor ekan-a? Bo'ldi. Erimni oxirida kuzatib turibsiz. Bo'ldi, jon sog' bo'lsin. Xo'p, birinchi partiyamiz nechta ona bu yerda, Akmaljon? 10 dona bir pachka Murodjon. Bu yerda 10 dona. 10 dona bir pachka 5 gektar kelgan. Mana, Qirg'iziston 5 gektar kelgan ekan, hurmatli obunachilar. Haqiqiy sifatlarga ham alohida mana bahoni berib qo'yasizlar, xudo xolasa. Hammasini sifatli qo'ylar, hammasi kelishgan. hamma yog'i haqiqatan kelishgan ekan. Dumbalari ikki dumba, mana bunaqa yorma dumba, haqiqiy zo'rlardan ekan. Pachka narsa qo'ylar, hammasi terilgan qo'ylar. Mana. Hurmatli obunachilar, oyoqlari ham mana istagan tuyoq, chiroyli, hammasi xudo xolasa bir-biridan chiroyli. Necha bosh edingiz bu yerda? Bir pachka Murodjon 10 dona. 10 dona ekan, bir pachka mana xudo xolasa olib tashlab qo'yasizlar. Mana zo'rlari. Xo'p, do'stim, buni necha oylikka beramiz bularni? Ular 10 oylik, 11 oylik atrofida Murodjon. 10 oylik hali to'g'ri hammasi. bo'g'oz qisir. Ular qisir bo'lsa kerak, mana shunga narsaga olishaveradi. Qisir o'zlariga boslab qo'shqarib qo'shib olishaveradi, yaxshi qo'shqarlari bo'lsin. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, bo'g'oz qisirligi noma'lum ekan. Qo'chqorlar bo'lsa, 2 million qo'shqarim bor degan hoji bolani o'zlari qo'shqarib qo'shib olishaveradi. qattan qo'chqorda zo'rlari bo'lsa, xudo xolasa o'zlaringda ko'paytirib, qo'shib bolalarni olib qo'ylar boshini yega olyapti. Ha, to'g'ri tushunasizlar? Ha. Kun issiq bo'lgani uchun qo'ylar kallasini ko'tarmayapti. Lekin mana chiroyli qilsak yuborib beramiz, xudo xolasa. Hammasi to'llari, boshqasi hamma yo'g'i chiroyli ekan, sumjin variantlardan ekan. Haqiqiy mana hamma yo'g'i kelishgan ekan, hurmatli obunachilar. Bo'ybasini nima deymiz, Akmaljon? Bo'ylari 80 atrofida Murodjon. 80 atrofida? 80 atrofida, 82 dan bor qo'ydi. Bo'ldi, 80 atrofida, bir 10 oy atrofida. Oxirida qo'chqorlar bo'lsa, bemalol olib qo'shib, uzoylar bolalarni. Hozir qo'shib olishaveradi. Yana hozir tarbiyalab, hozir orig'i ham bor, bitta ikkita. Hammasi badani yaxshisi ham bor. Hozir tarbiyalab turib qo'shadi. Zo'rni qo'shib bolani olib yuraveradi uzoq yillar. 6-7 yil xotirjam. 6-7 yil bemalol bolalarni o'zlaring olib yuragansiz, hurmatli obunachilar. Haqiqiy yebisda muammosi yo'q umuman. Umuman muammosi yo'q. Bir hafta sinovlari bor, yebisda garantiyalari bor. Bir hafta o'tdi, yebish zo'r hammasi. sinovdan o'tgan ekan, bir hafta xotirjam yedirib ichiravergansizlar. Xo'p, Akmaljon, xudo xolasa necha puldan qilib berasiz bizga obunachilarga buni? Buni Murodjon o'ta arzon bo'ladi bular. Bir joyga olsa necha puldan ketaveradi? Qirg'izistonda akib oldi, bunaqa 6,5 narxi yo'q. 5,5 milliondan bir joyga ketaveradi. Oldi g'osh gap kerak. Dastlabkani qayergacha qilib berasiz? Vodiy bo'ylab Toshkentga ketaveradi. Dastlabkalar vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Xudo xolasa 5,5 million so'mdan narx aytilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqa qilib ko'rasizlar, hurmatli obunachilar. Akmaljon, xudo xolasa telefon qilishadi, xayr sunnatiga o'tib berasiz. Xayr sunnatiga o'tib beramiz, oz emas, lekin ko'p emas. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Telefon qilsa ishlar ishlaydi. Bo'ldi. Xudo xolasa telefon qilganda odamni ishi bitar ekan, bemalol aloqa qilib ko'rasizlar, pastdan nomerlarga. Bo'ldi. Buni qo'ylar 6,5-7 chiqqan qo'ylar. Bizga yengil keldi, yengil sotamiz Murodjon. Haqiqatda mana yosh variantlari mana. Aldansang yosh ayoldan deyishgan. Akalar, kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqa qilib ko'rasizlar, pastdan nomerlarga, xudo xolasa ishlarini bitirib berishadi. Bizda endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi ikkinchi partiyamizga ona bola varianti ekan. Siz aytgan ona bola shu bo'l, Akmaljon? Haqiqiy Akmaljon, qulog'i ham uzun ekan, shalpon quloq ekan. Shalpon quloq. Obunachilar, qaranglar. Qulog'i ham haqiqiy. Quloqi ham uzun. Mana qaranglar mana. Mana bu bir to'rayli atrofida shekilli hali bolasi hali yem turibdi ekan onasini. Orqasini qaranglar. Ko'paysin ekan bu ham. Ha, urg'ochi bolasi ham. Bolasi urg'ochi ekan, onasi yem turibdi ekan. Haqiqiy. O'siradigan variantdan ekan, Akmaljon. Shulayapti ekan. Hozircha Murodjon. Aha. Qo'chqar qo'shib, yana bolani olib yurishaveradi. O'zi bolasini ajratsa bo'lardigan bu qopda. Ajratsa bo'ladigan yoshga yetib keldi o'z bolasi ham. Bolasini ham ajratsa bo'lar ekan. Buni Murodjon eng qiziq yeri bor-da, Murodjon, mana qarang. Hali qo'zimi? Qo'zi hali tishi olmagan. Hali qo'zi ekan tishi ham kengaymagan hali. Ha, tishi ham kengaymagan ekan. Tishi ham kengaymagan. Obunachilar,
Mana haqiqiy yoshidan, bugun haqiqiy yoshlardan chiqyapti. Hali tish yormasdan, hali tish chiqarmasdan tuqqan qo'y. O tish chiqargancha yana bitta tug'ib beradi. Yana tug'ib beradi. Bitta tug'ib beradi. 1 yilda 2 marta bola olib yurishaveradi. Mana obunachilar haqiqiy yoshidan, zo'ridan. Mana orqasidan ko'rsatib qo'ydi. Orqalari ham. Qancha ozgina tarbiyalab olishadi uni, ora-ora. Aybi ozgina ora-ora. Aybi ozgina ora-ora. Akmaljon bo'ybasini nechiga beramiz? Bo'yi 80 murodjon. 80 ha? 80 ga olishaveradi. 80 ga o'rgansizlar. Mana bolasini Bir qarang. 2 oy tarbiyalab, ozgina yemni berib, qo'chqardi o'sha zo'ri bo'lsa qo'shib, bolani uzoq yillar olib yurishaveradi murodjon. Voy. Mana tish yormagan holatida bitta bolani oldi. Shu hali tushirmadi. Ishi hali kengaymabdi ham buni. Kengaymagan, ora yaxshi e'tibor bering. Yana bitta ko'ringlar. Tishlar kengaymagan ham hali. Haqiqatdan tish hali kengaymabdi. Hali 3 oyda 4 oyda tish yoradi bu qo'y. shunday. Onasi ham hali to'qlisi ham bor ekan onasi. Onasi ham hali bunaqa yosh ekan obunachilar. O'zi katta qo'y bo'lardi bu. Qochib qolgan ekan yoshlik. Ertaroq qo'chqarda qo'shib qo'yishgan ekan mana. Bolasi mana shu. Lekin ikkinchi bolasini qo'chqarda zo'rniklari haqiqiy zo'rdan beradi. Nimaga deslaring? Mana bu quloqlari ham nihoyatda uzun ekan obunachilar mana. O'z to'kiladigan varianti bitta og'izdan shishadi yungini. Tushlari mana, tushlari ham haqiqatdan aytganicha bor ekan. O'zi tulayapti dedi. Oxir keldi, oxirda mana hozir tulayapti qo'ylar. Akmaljon, buni ko'p maqtanmaylikda. To'pon qilishadi, qolgan ma'lumotlar beraverasiz. Buni narxiga o'tiraveramiz Akmaljon. Buni oldi qo'shdi gapiga yo'q. 9 million 800 ga hayır sunnatiga shig'il o'tib beradi. Telefon qilib ishlar. Hayır sunnatiga ozmas o'tib berasiz. Obunachilar kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqa ochib qo'ygansizlar. Haqiqiy yoshida mana. Yoshidan qidirganlarga tavsiya qilib qolamiz mana. Ona bola Sizga bor, mabodo bittasi oshiradi, bittasi degan qolib ketaveradi bu qo'yda. to'ppa to'g'ri mana. Qo'shib, uzoq yillar qo'y qolganga obunachilarga tavsiya qilaman bu qo'yda. Bo'ldi. Obunachilar kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqa ochib qo'yasizlar. Xudo xolasa ishlaringni Akmaljon bitirib beradilar. Telefon qilsa real oladi odam, telefon qilsa ishlaydi. Bo'ldi. Keyingi paytda o'tiramiz Akmaljon. Mana yurish turishlari obunachilar, yurish turishlarini ko'ringlar mana. Mana hurmatli obunachilar, yurish turishlarini sizlarga bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Mana stoykalari hamma yo'g'i kelishgan. Qo'yib olaman deganlarga tavsiya qilamiz. Hurmatli obunachilar, bizda so'nggi partiyaga barrash ko'zlariga mana bunaqa bir qora chiroyli xudo xolasa zo'rlaridan ekan obunachilar. Erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xo'p, Akmaljon, bu yerda necha bosh ekan bu yer? 8 bosh o'rajon, bir pechka bo'lar ham. 8 bosh. Xo'p, qo'chqari bormi yo'qmi ichida? Sog'liq hammasi urvash o'rajon. Hammasi ko'paysin ekan. Hurmatli obunachilar, hammasi xudo xolasa ko'payib yuradi. Qo'chqarlarning bo'lsa, qo'ylar stoykalarga bir xato ahamiyat berib qo'yishsin. quloq oshlari butun mana simjum variantida hurmatli obunachilar. Mana haqiqiy zo'rlarda hammasi urg'ochililar, qo'chqarlaring bo'lsa, akalar qo'shib ko'rasizlar, xudo xolasa. Uzoq yillar bolalarni olib yurasizlar. Oyoqlari mana bunaqa stakan tuyoq hammasini. Juda chiroyli mana yuzini qaranglar. Yuzlari to'liq hammasini. Obunachilar kimga qiziq bo'lsa, aloqa bemalol ko'rasizlar, ishlaringizni bitirib berishadi. Bir qora. Xudo xolasa sutga to'ygan mana bunaqa zo'r variantlardan ekan obunachilar. Orqa boshlari ham bunaqa osilib bitmagan ekan Akmaljon. Bachkalasi yo'q. Mana orqasini qaranglar. Hammasi tizimba. Akmaljon, bular necha oylarga beramiz do'stim? Bular 5 oylik atrofida, 5 oy 6 oylik atrofida. 5-6 oylik atrofida ekan. Qo'chqor qo'yib qo'ysa ham bor ekan Akmaljon. Bo'ybasi nima deymiz Akmaljon? 70 atrofida murodjon. Bo'ybasi 70 atrofida ekan. Obunachilar mana yurish-turishlarni ham bir ko'raverasizlar, ahamiyat berasizlar. Haqiqatan qo'chqorga mana tayyor variant desa ham bo'ladi, xudo xolasa. Olib tashlab qo'ysalaring, xudo xolasa baraka topasizlar. Akmaljon, xudo xolasa buni bir joyga olishadi, chiroyli qilib narxlarni ham kelishtirib berasiz Akmaljon. O'ta yengil bo'ladi. Bitlikda ham olishsa sotaverasiz Akmaljon. Obunachilar bemalol aloqa ochib ko'rasizlar, xudo xolasa bitlikda ham sotilaver ekan ishlaringizni bitirib beradilar, xudo xolasa. Akmaljon, buni bir joyga olishsin, necha puldan berasiz Akmaljon? O'ta yengil bo'ladi. Oldi bosh gap kerak yo'q. Hammasi bir joyga olsa 4 million 200 ming so'mga ketaveradi. 4 million 200 ming so'm. 4 million 200 ming so'mdan hurmatli obunachilar, hammasini bir joyga olsalaring ketaverar ekan, xudo xolasa. Dastlabkilar o'sha xudo xolasa bemalol telefon qo'yasizlar. Xudo xolasa 4 million 200 ming so'mdan narx aytyaptilar. Akmaljon, xudo xolasa telefon qilsa, xayr sunnatiga o'tib berasizmi? Ozmas o'tib beradigan joyi bor, joyi ko'p emas lekin. Bo'ldi.
Xudo xolasa bemalol aloqa chiqarasizlar. Ishlaringizni. Ish bitadi, xudo xolasa. Real dolardan chiqmoqlasa. Akmaljon bitta ikkitasini so'rab, takror video so'rasa qilib berasizmi? Beramiz, kelishimiz bor, kelishamiz. Bo'ldi, kelishimiz bor ekan. Bemalol telefon qo'yasiz. Akmaljon so'nggi parti bu bizda. Hurmatli omonacha ketkazib, rozi bo'lasizlar. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr. Video yoqqan bo'lsa bitta like tugmachasini bosib qo'yasizlar.